أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugün bizim söz edilen dersimiz ilim öğreniş hakkında. İlim öğreniş hakkında. Yani biz bugün hemmemiz ilim sorunu oturuvatımız, ilim okuyumuz da oturuvatımız. Şundak ki hemmenla okuvatkan okugucu ballar. Mekteplerde okuysizlar, medreselerde okuysizlar, Kur'an okuvatsizlar, bizden iman derslerimizi okuvatsizlar. Yani hemmemiz ilim okuvatkan, ilim üstüdeki ballar. Endi sizlerge bu ilim öğreniş hakkında ben nimiş ders kılmakçı edisanlar, bu ilim öğrenişteki qanchalik muhim ekanligini bunu bilishimiz gerek. Belki bazılar bilisizlar, bazılar bilmasliglar mumkin. Yani ilim öğrenişteki qanchalik muhim ekanligini, ilim öğrenişteki fazilatining nima ekanligini, ilim öğrenişning fazilatlarini çoqum öğrenishimizga tegishli bo'lgan bir darslar. Hamda bu ilimni qanday öğrenimiz, qanday shaklda öğrenimiz. Bularni biz bugün bu dersimizde so'zlab o'tamiz. Yani bugünkü derslerimizin temisi birincisi ilim degan nima? İlim degan nima? Biz nima uchun ilim öğrenimiz? Degan temani so'zlaymiz. İkinci mezmunumuz ilim öğrenip qanday foydaga erishimiz. Biz ilim öğrenish bilan qanday manfaatga, qanday foydaga erishimiz. Üçüncü mezmunumuz biz nima öğrenimiz? Hamda ilim öğrenimiz debimiz. İlim degan bek chiqqan biz nima öğrenimiz? Nima öğrenimiz? Bu ilimni qanday öğrenimiz? Bu temalarni biz bir-birlab kelaylik. Endi birinchi savolimiz nimati? Ilim degan nima? Shunaqo ilim degan nima? Bu ilimninki nurg'un ilmlari bor. Endi ilimninki birinchi ma'nosi ilim amallarning asosi. Yani har qanday bir amal ilim asosida quriladi. Shundaqmi? Bilmay turib bir ishni qilib bo'ladi vallahi bo'lmaydi. Har qanday bir ishni bilmay turib qilib bo'lmaydi. Bilmay turib qilib bo'lmaydi. Masalan, namoz o'qishni misolga keltiraylik. Namoz o'qing dedi bizga. Biz namoz o'qishning qanday bo'lganligini bilmasak, ya'ni namozda nimalarni o'qiymiz, rukudan o'qiymiz, sajdadan o'qiymiz, namozniki qancha rakat o'qiymiz degandek bu ilmni bilmasak biz namoz o'qiy olamizmi? Namoz o'qiy olmaymiz. Ya'ni oddiysi namozga o'xshash, ya'ni har qanday bir ishni qilishdan burun uni bilishimiz kerak. Ya'ni bu ilm bütün amellarimizden asası. En ikincisi ilim nur. İlim nur. İlim nur desek, nur desenler quyoshning nuri ko'z oldingizga kelishi mumkin. Shunday ilim quyoshning nuriga o'xshash, quyoshning nuri ko'z oldingizga kelishi mumkin. Endi bu ilmmi mushu quyosh yer sharini yo'ritib turayotganga o'xshash. Bu ilim bizning qalbimizni va atrofimizni yo'ritib turadigan bir nur. Bizning qalbimiz mushu ilim bilan yuriydi. İlim bilan yuriydi. Bizimda bir pozga o'xshash yurib qolmaydi ichimiz. Lekin shu ichimiz oydinlashadi. Yani har qanday bir narsaga bo'lgan bilishimiz, tushunchimiz, his qilishimiz shu oydinlashadi. Masalan, bilmagan bir narsani bizdan so'rab baqsam birisi, masalan, bir misol keltiray. Yani biraydan kelib sizlardan bir hadisni so'radi. Bu hadisni bizga menga tushuntirib bering hadisi. Biz bunu bilmesek-chi, içimiz qip-qarang qalatdi. Yo'q, men buni bilmayman, deganmayman deymiz. Shundaqmi? Agar bizdan birisi biz biladigan bir narsani so'rasin, biladigan bir narsani so'rab qolsa-chi, içimiz noyatimi yurib qalatdi. Voy, men bilmayman, uni men deb baqay deb deyamiz. Shundaqmi? Bu ilm degan mana shundaq nur. Yani bu jamiyatning bir nuri. Jamiyatning bir nuri. Bir jamiyatda, bir insonlarning orasida İnsanlar bilimsiz bo'lsa, jaholat qilgan bo'lsa, bu jamiyat xuddi qop-qorong'i kechaga o'xshaydi. Qop-qorong'i kechaga o'xshaydi. Bu insonlar tengirqab yurgan holatda. Ya'ni kechida, masalan, qop-qorong'i bo'lsa, biz yo'limizni ko'rolmaymiz. Shunday yo'limizni ko'rolmay, qaysiga mengishimizni bilolmay, ezib qolamanmi deb qo'rqib turib mengimiz. Ya'ni shunday ilmsiz bir jamiyat mana shunday qorong'i yo'lga o'xshaydi. Qorong'i yo'lga o'xshaydi. Insonlar tengirqab yurgan. Qaysiga mengib nima ish qilishini bilmagan. Ya'ni o'zininki bir nishoni yo'q holatda shunday yashaydi. Shuning uchun bu ilm biz insonning qalbini ham insonlar o'rtasidagi ya'ni insonlar yashayotgan bu jamiyatni, dunyoni yo'ritib turadigan bir nur.
Tushundinglarmi? Tushundim. Yaxshi, maşallah. Yine ilim deganimiz, yine dinimizni, zaminimizni, madaniyatimizni, izzatimizni qaytarib kelishninki eng kuchli quroli. Yani bu mushu ilim bilan biz mushu yo'qotib qolgan narsalarimizning hammasini qaytarib kelaymiz. Masalan, dinimiz, shunaqo dinimizni, mushu dinimizni zaminda ustun o'ringa qo'yish bizningki ilm o'rganishimiz bilan bo'ladi. Zaminimiz, masalan, hammamizniki vatani Sharq Turkiston, shunaqo zaminimiz qo'ldan ketdi. Bu zaminimizni qo'l qoldirib kelishninki, ya'ni quroli nimaki eng kuchli quroli mushu ilm. Biz ilm bilan kuchlangan vaqtimizda ilm bilan hammamiz onundan keyin bu zaminimizni qo'lga keltira olamiz. Hech qanday bir narsa bilmaydigan odamning qo'ldan bir ish kelamdi, kelmaydi. Medeniyetimiz deyli bizning islomiy medeniyetimiz bo'lsin, mayli Uyg'ur urf odatlarimizga aloqador medeniyetlarimiz bo'lsin, bu medeniyetlarimizni mushu ilm orqali onundan qaytarib kela olamiz. İzzetimiz, qarang, bizning izzatimiz deb senda bo'lgan bir holat yashayapmiz. Butun dunyodagi musulmonlar qarasanglar har holatda ezilgan, nihoyatda zulm uchragan holatda turibdi. Biz Uyg'ur musulmonlari mana shundoq, biz shundoq bir izzatimizdan ayrilib qolgan bir holatda turibmiz. Bu izzatni qanday qaytarib keldik ekanmiz? Mushu ilm orqali, o'zimizni kuchlantirish orqali onundan keyin qaytarib kela olamiz. Bildinglarmi? Yani ilimninki nimaligini, yaxshi ilimning nimaligini bilgan bo'lsanglar. Yaxshi. Endi yana qarab boqaylik. Ilim yana nima ekan? Ilim Allohning ihsoni. Ilim Allohning ihsoni. Buni biz qanday tushunamiz? Avvalma oyatni qo'yaylik, undan keyin oyatga asosan men sizlarga nima demoqchi bo'lganligimni tushuntirib qo'yaman. Oyatni qaysini olib boqsizlar? Muallim uni qo'pasan onda men muslima. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yaxshi. ضلال مبين. معلوم. Uyg'urcha o'qiyapman. O'qiy olamsiz? Ha, muallim. O'qing. Allah mu'minlarga Allah'ın ayetlerini tilvet kıldıgan, ularını günahlardan pak kıldıgan, ularga kitabını ve hikmetini, yeni Kur'an'ı ve sünnetini öğütüdüğün özlerinin bolğan bir peygamber evetip ularga çoğun ihsan kıldı. Halbuki ular burun uçuk gumrahlıktan idi. Maşallah. Qaranglar, yani ular burun uçuk gumrahlıkta idi deydi. Allah Taala kimni va'da deydi? Bizga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga, ya'ni insonlarga kitobni va hikmatni. Kitob degani nima? Qur'on Karim. Hikmat degani nima ko'rsatadi? Sunnat, payg'ambar alayhisolamning sunnatini ko'rsatadi. Mush kitobni va hikmatni o'rgatadigan, o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambarni avatib, ularga cho'ng ihson qildi deydi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelishdan burungi jamiyatga qarab boqaylik. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelishdan burun mushu Arab jamiyatiga qarasak, nihoyatda bir jaholatlik bir davrni ko'ramiz. İnsanlar o'zlari yasagan narsaga cho'qinadigan, hammasini butta oladigan, ayollar shunchalik qulning o'rnida, ayollar nihoyatda past holatda yashayotgan, qiz bovoqlar, qiz farzandlar tirik ko'mib etiladigan, ya'ni qullar nihoyatda bek azob uqubat ichida yashaydigan,
bir-birisine olgan insanlar otursa acayip köp urushlar bor, bir-birisini degan o'ltiradigan acayip bir davrda yaşaydı. Bir davr edi. Mushundaq bir davrda Payg'ambar Alloh taolo bu jamiyatga Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni avatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam insonlarga Allohning oyatlarini o'qib, Allohning oyatlarini tilovat qilib berdi. Ham insonlarga Qur'on Karimni, Alloh taolo tushirgan Qur'on Karimni ularga o'rgatdi. Qur'onda Alloh taolo mundaq deydi, mundaq qilinglar dedi. Hamda bu Qur'on Karimni o'zininki hayoti bo'yicha tatbiqlab, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining hayotiga to'liq tatbiqlab, ya'ni Qur'on Karimning haqiqiy bizga jonliq shaklda, ya'ni tirik holatda bizga yashab o'rgatdi. Qur'on Karimda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti mush Qur'ondir. Qur'on bo'yicha yashagan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni bizga haqiqiy hayotning nimaligini kim o'rgatdi bizga? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rgatdi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Qur'on Karimni va sunnatni o'rganish orqali butun hayotni o'rganamiz. Ya'ni inson nima uchun yashaydi? Qanday yashaydi? Inson hayotida nima ishlarni qiladi? Bularni-chi Payg'ambarimizdan o'rgandik. Ya'ni dunyo oxiratlik baxtlik bo'lishning yo'lini kimdan o'rgandik? Mushu Qur'on va hikmatni o'rgatgan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan o'rgandik. Ya'ni Payg'ambar Alloh taoloninki mushu payg'ambarimizni mushu insonlarga avatishi ihsonmikan, ihson emasmikan? Albatta Allohning cho'ng ihsoni. Ihsonni biz yaxshilik deb tushunsak bo'ladi, yaxshilik deb tushunsanlar bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo bandalarga biz insonlarga Payg'ambar alayhisalomni avatib, Payg'ambar alayhisalomning insonlarga kitobni va hikmatni o'rgatadigan qilishi bizga bo'lgan Allohning cho'ng ihsoni ekanligini bilib olsak bo'ladi. Agarda Alloh taolo Payg'ambar alayhisalomni avatib bizga bu ilmlarni o'rgatmagan bo'lsa, Qur'on va sunnat ilmini biz o'rgatmagan bo'lsa, biz bilalamdik vallah, bilanmaydik. Shundami? Qaysi holatda yashagan bo'lardik sizlarcha? Payg'ambar alayhisalomning davrida Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishdan ilgariki shu jahiliyat davri bo'yicha yashab, shu jahiliyat taraqqiy qilsa, insonlar dunyosi qanday bir holatga ketadi? Hayvondimi battar bo'lgan bir turmush qilardik. Ajoyib bir razil bir hayotda yashagan bo'lardik. Alloh yana bizga nima qildi? Ihson qilib, bizga yaxshilik qilib payg'ambarimizni avatibdi. Hamda Qur'on va sunnat ilmini bizga o'rgatibdi. Shuning bilan qanday bo'ldi? Payg'ambar alayhisalom kelgandan keyin bu zamin taraqqiy qildi. Bu zamin ashundaq zulmdan qutuldi. Ashundaq jaholatninki nachar ishlardan qutuldi. Ayollar haqiqiy hur holatiga yetdi. Qullar yo'qoldi. Ya'ni inson haqiqiy izzatini topib, izzat bilan yashaydigan bir holatga yetdi. Ondan keyin zamon taraqqiy qildi. Ya'ni zaman shuning bilan taraqqiy qildi. Agarda Alloh ya'ni mushu tarixlarni, mushu oyatning ma'nosini tushunsanlar, ya'ni Allohning bizga Qur'on Karimni, mush payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni avatishniki bizga avatib, biz mushuna ilmlarni o'rgatishi Allohning ihsoni biz qilgan yaxshilik ekanligini bilalaymiz. Yani ilim nimiga? Bu dunyoni o'zgartiradigan narsa. Ilim dunyoni o'zgartiradigan narsa. Undaqda darsimiz oxiriga kelayli. Biz nima uchun o'qiymiz? Yani har kuni anglaysizlar. Apanglar deydi, dadanglar deydi, uyimlar hammasi o'rgangan, an o'qigan, man o'qigan deydi. Qur'on o'qigan deydi, darslarni o'rgangan deydi, topshiriqlarni isha deydi. Shundami? Har kuni necha qitim anglaysizlar bu gapni. Hamda ba'zi o'ylab qilishlar mumkin. Hijab meni opam kesh o'qidaverdi-ka. Topshiriqni ishlar deydi-ka, darslarni yodlar deydi-ka. Nimamcho'lar tugamaydigan o'qishda bu. Nim qilaman men o'qib. Nima uchun o'qiydigan nima deb o'ylab qolamsizlar ba'zida. Balkim o'ylab qolgan bo'lishlar mumkin. Endi biz nima uchun o'qiydiganligimizni o'rganaylik. Ya'ni opanglar nima uchun sizlarni kesh o'qinglar deydi. O'qituvchilar nima uchun kechcha o'rgan deydi. Bununki men nimasini biz mohiyatini bir o'rganib boqaylik, qaranglar. Buning birinchi sababi, bizning o'qishimizningki birinchi sababi Alloh taolo bizni o'qishga buyurgan. Bu opamizning, o'qituvchilarimizning buyrug'i emas, kimning buyrug'i? Alloh taoloning buyrug'i. Alloh taolo bizni o'qishga buyurgan. Ya'ni Alloh taolo Qur'on Karimda tunji tushgan oyat, qaysi oyat? Iqro bismi robbikallazi xalaq. Ya'ni Qur'on Karim mush o'qu degan oyat bilan boshlanib tushgan. Alloh taolo birinchi bo'lib bizga nima buyuribdi? O'qishga buyuribdi. Bu oyatlarni qaysini o'qib boqsizlar?
Ustoz men Nasiba. Nasiba o'qiyapman. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yaxshi, maşallah. Uyg'ursini o'qiy olamsiz? Yaratgan Parvardigarning ismi bilan o'qigan. U insonni lahda qandin yaratdi. O'qigan Parvardigaring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Maşallah. Maşallah. Yani Allah Taala nima debdi? Yaratgan Parvardigorining ismi bilan o'qigan. Yani mushu Allohning ismi bilan o'qigan debdi. Allohning ismi bilan o'qigan. Seni yaratgan Rabbiningki ismi bilan o'qigan. Iqra va robbukal akram. O'qigan Parvardigoring eng karamlik zot. Allazi allama bil qalam deydi. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi insonga. Kim o'rgatibdi? Alloh taolo o'rgatibdi qalam bilan xat yozishni. Allamal insana ma lam ya'lam. İnsonga bilmagan narsani bildirdi deydi. Yana bu insonga bilmagan narsani bildirdigan qanday tushunamiz? Yani Allah taolo Adam alayhisalom yaratgan vaqtida Adam alayhisalomga butun shaylarning nomlarini Alloh taolo o'zi o'rgatgan. Yani bu ayetten jig'ib aytgancha nima tushunamizsanglar, Alloh taolo bizni nimaga buyuribdi? Iqra bismi robbikallazi xalaq deb bizni o'qishga buyuribdi. Bu Allohning buyrug'i ekan. Endi nima sababdan qarab boqaylik. Zumar surasining 9-oyati. Qaysini o'qib boqsizlar? Men Xadija. Xadija Men nomim Abduvali Abdusamad. Xadija o'qiyapman. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna innama yatazakkaru ulul albab. Itqinga biladiganlar bilan bilmaydiganlar baravar bulamudi. Faqat sağlam aql egilari ibrat aldı. Yaxshi, maşallah. Allah Taala Zumar surasining 9-oyatida aytganki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam bildiganlar bilan bilmaydiganlar o'xshash bo'lamdi, baravar bo'lamdi deydi. Ya'ni Alloh Taolo nima deyapti bizga? Bildiganlar bilan bilmaydiganlar hargiz baravar emas deyapti. Ya'ni atrofimizga qarab yaqinlar bu oyatni men sizlarga misol bilan tushuntirib qo'yay. Masalan, bir narsa bildigan odam bilan bilmaydigan odamningki yana hamma narsa farqlandi. Shundaymi masalan gap so'zlarim farqlandi. Masalan, ishkinglar oldimda men sizlardan savol so'rasam, bildiganlar gap qilalaydi, bilmaydiganlarcha gap qilaman bilmayman deb jeb turdi. Shundaqo, ya'ni gap so'zim farqlandi, qildigan ish harakatlarim farqlandi. Bildiganlar bilan bilmaydiganlar hargiz o'xshamaydi. Masalan, mushu ibodat masalasiga kelgan chog'da masalan bir narsani bildigan kishi bilgan holatda amal qiladi. Bilmagan kishi bilmaydim deb qarab turdi. Bilmaydim deb qarab turdi. Ya'ni bilgan kishi masalan dinimizda haqiqiy yaxshi bilgan kishi qanday bo'ldi? Alloh taolo mavi ishni yaxshi ko'radi, mavi ishni yomon ko'radi. Men mavini qilsam, Alloh taolo teg'imi ko'p savob beradi. Debchi bilgan holatda Allohning rozilig'i olish uchun noyatda ko'p tirishchilik ko'rsatdi, ham uningki Allohning huzuridagi savobichi ortiq bo'ldi. Endi bilmaydigan kishi kelaylik. Masalan, dinimizni bilmaydigan bir kishi yana ishni bilmay qanday qildi? Yaxshi amallarni qilishdan quruq qoladi. Yaxshi amallarni qilishdan quruq qoladi. Keyin bilgan vaqtida voy esit, shunday qilsam yaxshi ekan asli deb, keyin hayotning oxiriga bo'lgan chog'da pushaymon qilgan bilan foyda bo'lamdi, foyda bo'lmaydi. Yani nurg'un vaqti bo'sh behuda ketadi bilmaydigan insonlarniki. Bo'sh behuda ketadi. Endi bildigan inson bilan bilmaydigan insonniki endi jamiyatdagi o'rnimi barobar bo'lamdi? Hargiz barobar bo'lmaydi. Bir narsani jiqroq bildiganlar, olimlarcha o'ziga tushliq cho'ngroq xizmatlarni qiladi. Shundaqmi? Endi bilmaydiganlarcha bilmaydim deb
Bilmegenden keyin o'ziga tushliq, ya'ni to'van darajadagi xizmatlarni qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni bilish, bilmaslik insonlarningki jamiyatdagi o'rnini shunday yuqori to'van holatga keltirib qo'ydi. Ham Allohning huzuridagi savobini mashina keltirib qo'yishi mumkin. Qiyomat kunisi daraja jihatdanmi bildiganlar ustun o'rinda, bilmaydiganlar to'van o'rin bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bildiganlardan bilmaydiganlar dunyo oxiratda hargiz barobar bo'lmaydi. Alloh taolo musharqalloq bizga nima demoqchi? Sizni o'qing, biling, o'rganing demoqchi. O'qinglar, bilinglar, o'rganinglar, bildiganlar bilan bilmaydiganlar hargiz barobar bo'lmaydi. Biladiganlarning orasida bo'linglarki, darajangiz yuqori bo'lsin. Hamma ishda seninki darajangiz yuqori bo'lsin dedi Alloh taolo. Buningdan faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi deydi. Sog'lom aql egalari bo'lsangiz siz buni ibrat olib, o'rganasiz, tirishchilik ko'rsatasiz deydi Alloh taolo bizga. Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nurgun ayetlerde لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ degandek ayetlerin nurgun ayetlerini ahirde keltirdi. Yani sizler oylanıp bakmamsızlar, sizler tefekkür kılıp bakmamsızlar, sizler aklından işitip bakmamsızlar. Dep Allah Teala bizim için aklımızı işitişke, oylanışka, tefekkür kılışka, ögünüşke aslında bizim için çağırıvatıdı. Bu kimden buyruğu ekendi? Yani Allah Teala'nın buyruğu bizning dinimizninki bizga qilgan bir talebi. Bizning islom dinimizninki talebi, o'rganish. To'g'rimi? Endi qaranglar. Ma'u Taha surasining 114-oyati. Qaysini o'qib baqsizlar o'qinglar, lekin siz tushundiray. Ma'lum o'qib ismi Mu'mina. Mu'mina siz o'qidingizmi, o'qimadingizmi? Yo'q, o'qimadim. O'qiyapman. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا İyi perverdigarım ilimimni ziyade kılgın degan. Yaxshi, maşallah. Allah Teala Taha surasida ve qur robbi zidni ilma deyapti. Ve degan kimga deyapti bizga? Hammamizga deyapti. Robbi zidni ilma degan. Yani ilmimni mening Rabbim mening ilmimni ziyoda qilgin degan deyapti. Yani bizdanchi Alloh taolo o'zidan Rabbim bizningki ilmimizni ziyoda qilishni talab qilishimizni talab qilyapti. Yani Alloh taolo nima deyapti desanglar, bizningki duo qilishimizni bizga o'rgatyapti. Ey Alloh, ilmimni ziyoda qilgin deb duo qilinglar, menga mendan ilm tilanglar deyapti Alloh taolo. Men anniki sening ilminglarni ziyoda qilaman. Yani bu ilim şunçalik muhim narsa olğaşqa Allah Teala'çı menden talep qılыңlar, menden ilminglarninki natim köp bo'lishini talep qılыңlar deyapti. To'g'rimi? Biz qanday qilishimiz kerak ki Allohga Robbi zidni ilma deb duo qilishimiz kerak. Ey Robbim, mening ilmimni ziyoda qilgin. Mening ziyoda qilgin degan gap ko'plab bergin, ko'p qilgin degan gap, ha? Ey Robbim, mening ilmimni ziyoda qilgin deb Alloh taologa buni talep qilishimiz kerak. İlim muhim bo'lmagan bo'lsa Alloh taolo buni demti bizga demaydi. Ilm nihoyatda muhim narsa bo'lg'ashqa Alloh taolo mendan mustaq ilmlarniki ziyoda bo'lishini talab qilinglar deb aytibdi. Undaqda biz qanday qilamiz? Har vaqt Robbi zidni ilma deb duo qilamiz Allohga. Robbim mening ilmimni ziyoda qilgin deb Alloh taologa duo qilamiz. Undaqda ilim o'rganishning hukmi nima? Bu masala kelaylik. Ilim o'rganishning hukmi nima? Biz o'tgan soatda hukmlarni o'rgangandik, farz, vojib, sunnat hammasini o'rganib bo'lgandik. Darsning boshidan takror qildik. Endi ilim o'rganishningki hukmi nima ekan? Buni qarab boqaylik. Ilim o'rganish har bir ayol musulmonga farzdir deydi. Ilim o'rganish har bir ayol musulmonga farz. Farz degan nima edi? Darsning boshida sizlardan so'radim. Farz degan nima edi? Deb qo'yinglar. Allah kılması olmaydıgan narsa. Kılması olmaydıgan. Eğer kılmaya kalsa ne oldu? Qattiq günahkar bo'ldi. Qattiq günahkar bo'ldi. Maşallah. Kılmasa qattiq olmaydigan amallarni biz farz deydik. Yani qattiq dalillar bilan isbotlangan amallardir bu. Bu ilim o'rganishmi har bir ayol musulmonga farz. Yani bunun farzligini biz Kur'an-ı Kerim'de Allah yuqorida oyatlarni ko'rdik-ku. Alloh taolo bizga buyruq qilibdi. Qat'iy dalilini Qur'on Kerimdagi kelganlarni hammasi qat'iy dalil bo'ladi. Mush qat'iy dalillar Alloh taolo bizga buyruq qilgan narsa nima bo'ldi? Farz bo'ladi. Farz bo'ladi.
Bu ilim öğreniş demekan bizga farzga. Endi qilmasak, o'rganmasak bo'lamdiki, bo'lmaydi ekan. O'rinliq qilib, o'rganish qo'shaqmay, uxlasak bo'lamdiki, bo'lmaydi ekan. Bu bizga farz ekan. Namoz o'qish farz bo'lgandek farz amallar ekan. Endi bu farz ikkiga bo'linadi o'tgan soatda o'rgatgandim. Farz ikkiga bo'linadi. Qaysilamaysiz bor? Farz ayin bilan farz kifoya. Yaxshi, mashallah. Farz ayin bilan farz kifoya deb ikki bo'linadi. Endi bu ilmni mana tushunishimiz kerak. Farz ayin bo'lgan ilm bor, farz kifoya bo'lgan ilm bor. Yani farz ayin bo'lgan ilmlar qaysi ilmlar desanglar, bir musulmon mushu hayotida musulmon holatda yashash uchun, musulmonning amalini qilish uchun o'rganish zarur bo'lgan ilmlar. Masalan, tavhid ilmi farz ayin bo'lgan ilm. Tajvid Qur'on ilmi farz ayin bo'lgan ilm. Yani Qur'on Karimni to'g'ri o'qish, o'rganishmi farz ayin. Yana-chu, yani misbastanga bizningki namozni qanday o'qiymiz, zakotni qanday beramiz, hajni qanday qilamiz, shundaymi? Ramazon ro'zasini qanday tutamiz deganga o'xshash mushundaq dinimizda buyurilgan amallarni qilishni o'rganishmichu farz ayin masalasi. Buni bilmasak biz to'g'ri amal qilib, to'g'ri haqiqiy ibodatimizni to'g'ri joyda qila olamizmi, qila olmaymiz. Yani ibodatimizni joyida qila olgudek, mushu haqiqiy layoqatli musulmon bo'lib yashay olgudek darajadagi ilm o'rganish bizga farz ayin bo'lgan masala. Endi farz kifoya ilmlar bor. Masalanga mushu diniy ilmlarga misol keltirsak, diniy ilmlarning ichida masalan hadisda mutaxassis darajasida hadis o'qish yoki bo'lmasa fiqh ilmlarini boshqalarga fatvo bergandek darajada fiqh ilmlarini o'qish yoki tafsir ilmlarini boshqalarga so'zlab o'rgatadi, tafsir ilmlarini o'qish degandek ilmlar bor. Bularchi farz kifoya masalasi. Bular farz kifoya bo'lgan ilmlar. Bularni butun musulmonlarning hammasi o'rganishi farz emas. Hammasi o'rganish farz emas. Bir bo'lak kishilarniki o'rganish bilan butun musulmonlarning hammasi ketadigan farz kifoya ilmlar. Ondan başqa bu ilm faqat diniy ilmlarni o'ziga olmaydi. Fanniy ilmlar bor. Fanniy ilmlarning ichidan masalanga bir inson bir kasbni o'ziga kasb qilib olgan bo'lsa, masalan, men doktorlik qilaman deyli. Men doktorlik kasbini o'zimga tanladim. Men doktor bo'laman. Endi bu doktor bo'lgan kishi mushu doktorlik ilmiga aloqador hamma ilmlarni puxta egallash uchun farz ayin. Yani çokum to'g'ri o'rganish kerak. Boshqalarni xato davolab qo'yib, bilmasdan, yani boshqalarningki jinoz zaman bo'ldiga ishni qilib bo'lamdi, bo'lmaydi. Endi o'zining kasbini o'rganish, yaxshi o'rganish farz ayin bo'lgan bo'lsa, boshqa kasblarni o'rganish uchun farz kifoya. Chunki jamiyatda har xil turli kasblar bo'ldi. Shunda ba'zilar doktor bo'ldi, ba'zilar savdogar bo'ladi, ba'zilarchi boshqa o'qituvchi bo'ladi, ba'zilar boshqa kasblarni qiladi. Ya'ni har bir kishiningki mushu muayyan kasbni o'rganishi nima? Aloqa o'zining kasbini yaxshi o'rganish farz ayin bo'lgan o'xshash, boshqa kasblarni o'rganish uchun farz kifoya. Ya'ni bir ikki odam emas, bir bo'lak kishining o'rganish bilan butun musulmonlarning hammasidan saqit tutadigan bir ilmlar bular. Tushundirdimmi? Tushundingmi gapimni? Tushundim muallim. Hammalar tushundingmi? Ha, yaxshi, maşallah. Yani inson hamma narsani o'rganib qolmoqligi uchun ba'zi ilmlar farz ayin, ba'zi ilmlar farz kifoya bo'ladi. Ammo shunchalik balki mis qilgan bo'lishinglar mumkin. Bu shunchalik o'rganmasanglar yetarli ekan. Endi qaranglar, ilm o'rganishningki endi fazilatlari kelaylik. Ilm o'qishning fazilatlari. Endi ilm o'qisa qanday fazilati bor ekan ko'rib boqaylik. Birinchisi bu ilm payg'ambarlarning mirosi. Payg'ambarlarni taniymiz shundaqo, mushu payg'ambarlarning hammasidan bizga nima miros qolibdi? Ilm miros qolibdi. Hargizmi mol dunyo miros qolmabdi. Boshqa narsalar miros qolmabdi, balki ilm miros qolibdi. Ma'u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisini qarab boqaylik. Ma hadisida Payg'ambar alayhisalom bunday deydi: "Olimlar payg'ambarlarning varislaridir" deydi. Olimlar payg'ambarlarning varislaridir. Haqiqatan payg'ambarlar oltin kumush miros qoldirmagan, balki ilmni miros qoldirgan. Kimiki ilm olsa, to'liq nasibiga erishgan bo'ldi deydi. Bu ilm kimning mirosi ekan? Payg'ambarlarningki mirosi. Payg'ambarlar bizga mushu ilmni miros qilib qoldirib ketgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga nimani qoldirgan?
özünün sünnetini kaldırgan. Sünnetçi bir ilim, şundan bir hikmet o. Yani bu ilimler peygamberlerin mirası. Biz bu ilimni öğrensek ne bulduk ekemiz? Peygamberlerin varisleri bo'lgan olimlar bo'ldi ekanmiz. Payg'ambarlarning varisleri bo'ldi ekanmiz. Bu nihoyatda katta bir fazilat. Endi ikkinchisi kelaylik. Ilim qilib qoladi, mol dunyo yo'qolib ketadi. Ilimchi o'zimiz qilib qolgan narsa. Qilib qolgan narsa. Masalan, bizning qalbimizda bor ilmni boshqalar elib ola olamdi? Herkes elib olmaydi. Shundaqmi? Boshqalar o'g'irlab keta olamdi? Herkes bizning ilmimizni hech kim o'g'irlayolmaydi. Hech kim o'g'irlayolmaydi. Ilmni biz nega olsak, ilm biz bilan bilmaydi. Herkes ilm bir yerda qilib qilib, biz ketadigan ish bo'lmaydi. Ya'ni bizga haqiqiy singan ilm biz nerede bo'lsak yanimizda bo'ldi. Bizga har vaqt hamroh bo'ldig'ini shu ilmimiz. Har vaqt bizga hamroh bo'ladi. Hech kim bizni uni tatib olmaydi. Bizning haqiqiy boyligimiz shu ilm. Endi mol dunyo yo'qolib ketadigan narsa. Shundaqmi boshqalar iyi bo'ladi, o'g'irlab ketadi. Endi mol dunyoni biz bir yerga taqib mangmog'imizmi tez bizlar har vaqt bilmaydi mol dunyolarimiz. O'lsakmi ham qilib qoladi mol dunyo. Shundaqmi ama neysiz? Malum lekin o'g'li bizning ilmimizni olamaydi, lekin bizning mal dunyomizni ham olaydi. Yaxshi, ilmimizni hech kim olamaydi, mal dunyolarimizni qilib olib oladi. Endi biz o'lib qolaylik. İnsanın hammasi o'ladi-ku. O'lgandan keyinchi mal dunyoni ikkita olaymizmi? Mumkin emas, ikkita olmaymiz. Mal dunyolarimizni hammasi qilib qoladi. Ammo ilmimiz biz bilan birga bor ekan, qaranglar. Manfaat qilgan ilm biz bilan birga bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan, qaranglar. Agar inson o'lsa, uning 3 xil amaldan boshqa amali o'zlib qoladi deydi. Agar inson o'lib qolsa, 3 xil narsa inson bilan birga ketadi. Qolgan narsaning hammasi dunyoda qolib qoladi deydi. Qaranglar, bu 3 xil narsa nima ekan insonlar? Birinchisi, savobi yetib turadigan sadiqa jariya. Savobi yetib turadigan sadiqa jariya. Ikkinchisi, manfaat qiladigan ilm. Uchinchisi, o'z uchun duo qilib turadigan, yaxshi bolani tarbiyalab qo'yish. Bu uchinchi yetib boradigan ishga. Ham tushundiray bir-birlab sizlarga. Savobi yetib turadigan sadiqa jariya deydi. Bu nima degan gap desanglar, masalan, dunyoda bir inson bir yaxshilikni qildi. Bir pulmonlardan foydalanib bir yaxshilikni qildi. O yaxshilikning savobi har vaqt davomlashib turadigan bo'lsa, bu sadiqa jariya bo'ldi. Har vaqt davomlashtirib turadigan yaxshiliklar sadiqa jariya bo'ldi. Masalan, bir boy kishi bir masjid qurdi deylik. Bir mahallaga bir masjiddan birini saldi. Masjidni salgandan bütün o'zininki puli bilan saldi. Anlagan o masjidda boshqalar namoz o'qidi. Shunda namoz o'qiydi. Shunda uning savobichi masjid salgan kishiga bo'lib turdi deydi. Agar shu masjid salgan kishi o'lib qolgandan keyin u kishi o'lib qoldi, ammo lekin u jamoat masjidda namoz o'qishdan davom qildi. Shundami? Davom qilib namoz o'qidi. Endi namoz o'qigan kishilarning savobi ham o'lib qolgan masjid salgan kishiga yetib turdi. Mana bu shunda har vaqt savobi uzilib qolmaydigan, har vaqt bo'lib turadigan manda sadiqalarni bizcha sadiqa jariya deymiz. Undan boshqa misollarni keltirib boqaylik. Masalan, ko'rik yasash. Masalan, bir kishi bir daryoga bir ko'rik soldi. Shu ko'rikdan hamma insonlar ayzdan-mayzga o'tib, yana noyatmi bir yerlikdan bir yerga berishi qulaylashdi. Şunun bilan bu ko'rik solgan kishiga uning savobi har vaqt yetib turadi. Agar shu kishi Allohning roziligi uchun qilgan bo'lsa. Allohning roziligi uchun qilish buning sharti hamda. Undan boshqa masalan, Turkiyadami vaqt deb chaqirlaymiz, boshqa yerda bo'lishi mumkin. Bir insonning mal dunyosi bor. O mal dunyosining bir qismini bir vaqt qildi. Ya'ni masalan, bir beg'uva deylik, masalan, bildigan misollarni keltiray. Noyatimi cho'ng bir tal beg'uva bir odam dediki, bu beg'imni men vaqt qilib etdim. Ya'ni boshqa shu sadiqa jariya qilib etdim. Bu beg'imdan kirgan kirim bilan beg'imdan topgan pulning hammasini faloni madrasaga ishlatamiz degan bo'lsa,
Yani aşı kelgen, bağdan kelgen kirimning hammasi madrasadagi o'quvchilarninki xarajatlariga ishlatib, madrasaning ishiga ishlatgan bo'lsa-chu, bu sadiqa jariya bo'ldi. Agar shu bog'ning egisi o'lib qoldi deylik, o'lib qolgandan keyinmi bu ish davomlashgan bo'lsa, ya'ni bog'ning kirimlarining hammasini madrasalarga ishlatib qolgan bo'lsa-chu, uning savobi yana shu o'lib qolgan kishiga davomli yetib turdi. Mana shuni sadiqa jariya deymiz. Buna shanoitimi ko'p. Noyatimi ko'p, biz bu sadiqa jariya qanavdi ekan, inson o'lib qolgandan keyinmi insonga savobi yetib turdi ekan. Ikkinchisi manfaat qiladigan ilm qarang, manfaat qiladigan ilm. Bir olim kishi dunyoda mushu ilmini yaygan bo'lsa, kitoblarni yozgan bo'lsa, kitobni yozishmi sadiqa jariyaning qatoridan bo'ldi ham. Masalan, bir kitobni yozib, bir kishi Naytin paydalı bir kitaptan birini yazıp, andan keyin buni men sadiqa jariya qilib qoldirib qo'ydim degan bo'lsa, keyingi insonlarning hammasi shu kitobni o'qib foydalanib, shu kitobning yo'li bo'yicha to'g'ri yo'lni tepib mengib qilgan bo'lsa-chu, uning savobimi ham yetib turgan, ham sadiqa jariya bo'ladi. Ham ikkinchisi bo'lishi mumkin, manfaat qilgan ilmning qatorida bo'ladi. Yani bir alim nurg'un shogirdlar tarbiyalab qo'ydi shundam dunyoda. Shogirdlarni tarbiyalab qo'ygan bo'lsa, ondan keyin bu alim kishi o'lib qolgandan keyinmi shogirdlari shuningki o'rgatganlari bo'yicha amal qilib, yana boshqa shogirdlarni tarbiyalab, ashundaq yaxshi amallar davomlashgan bo'lsa-chu, bu ilmning savobimi insonga o'lgandan keyinmi yetib turadi deydi. Bu ilmning savobi. Mushunga shogirdlari, uning shogirdlari bo'lib, butun qilgan shu insonning sababi bilan, ilmning sababi bilan boshlar etgan manfaatlarning hammasining savobi bu o'lib qolgan insonga yetib turadi. Uchinchisi, o'zi uchun duo qilib turadigan yaxshi bir bolani tarbiyalab qo'yish. Yani bir insonniki bir balası bo'lsa, o balani islom yo'lida to'g'ri yo'l tarbiyalab qo'ygan bo'lsa, bu inson o'lgandan keyin balasi uningga duo qilib tursa, ey Alloh, shu ota-onamni mag'firat qilgin, ota-onamning gunohlarini kechirib etgan deb har vaqt duo qilib turgan bo'lsa, bu balaning duosi-chu onasiga-mu, dadasiga-mu ham yetib turdi deydi. Bildinglarmi? Ilm ishni qilib qolgan narsa. Dunyodagi eng yaxshi hamrohimiz ahiretimiz-chu bizga manfaat qiladigan, bizga savobi o'zi davomli yetib turadigan narsa bu ilm. Shuningdek bu ilmni har vaqt egallash uchun tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Yaxshi. Uchinchi fazilati ilm o'rganish Alloh yo'lida jihad qilganlikdir deydi. Ilm o'rganish Alloh yo'lida jihad qilganlik. Jihadning nimaligini bilamsizlar? Jihad deganimiz Allohning rozoligi uchun jang qilish degan gap. Ya'ni kapırlar bilan jang qilishimiz jihad deymiz. Endi bu ilm o'rganishnimi Alloh yo'lida jihad qilganlik debdi. Bu to'g'risiki Payg'ambar alayhisolamning hadisi qarab boqaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Kimiki ilm talab qilib chiqsa, toki qaytib kelguncha Alloh yo'lida bo'lgan bo'ladi deydi. Bir kishi ilm talab qilib uydan chiqsa, toki shu kishi o'sha uyga qaytib kelgunchalik Allah yo'lida bo'lgan bo'ldi. Ya'ni Alloh yo'lida jihad qilgan bilan barobar bo'ldi deydi. Men bugun madrasaga bormoqchi. Tamammi? Bir ilm o'rganish uchun maqdim, maktabga maqdim. Alloh roziligi uchun ilm o'rganay deb uydan chiqdim. Avtobuslarda ketaman. Yo'ldagi manzillarni tomosha qilib maqdim. Ondan keyin madrasaga bordim, darslarni o'rgandim. Yana qaytib keldim. Qaytib kelish yo'ldimi, yana bir yo'ldagi narsalarni qarab, ayzig'maysa qarab keldim. Shundaq qilgan holatdimi yana shu yo'lda mang'andan tortib, o'qigandan tortib, shu aram vaqti tanaffus qilamiz-ku, shuningni tortib hammasi, ya'ni Alloh roziligi uchun bo'lsa, bularning hammasi jihad qilganlik bilan barobar bo'ladi. Ya'ni hammasi Alloh yo'lidagi ibodat bo'ladi deydi. To'g'rimi? Ilm o'rganish bu bir ibodat. Ilm o'rganish bu bir ibodat. Ya'ni namoz o'qish ibodat emas, Qur'on o'qish ibodat emas. Her qandaq Allah razılıq üçün bo'lgan ilmlarni o'rganishning hammasi ibodat, Alloh yo'lidagi jihad bilan barobar deydi. Bildinglarmi? Albatta, Qur'on ko'tarib jihad qilganlikning darajasi bunga o'xshamaydi. Ya'ni o'shalar barobar deb o'ylab qolmanglar. Shunga o'xshash bir ibodat demakchi. Bildinglarmi? Bildik-a? Tushundinglarmi gapimni? Tushundim masalan. Yaxshi, maşallah. Dördüncüsü, bu ilimning yo'li jannatning yo'lidir. Ilim yo'li jannatning yo'li deydi. Men demedim, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devatudi. Qaranglar, hadis kelayli, hadisni Uyg'ur islom keltirdim. Kimiki ilim talab qilish yo'lidan mangsa,
Allah onunğa cennetning yo'lini oson qilib berdi deydi. Qarang, nima degan oson yo'lkan bu shundami? Jannatga berishimizningki bir yo'li nimaki? Ilm o'rganishga. Mush ilm yo'lidan mansaq, Allah razı uchun ilm o'rganish yo'lidan mansaq, jannatning yo'lini Alloh taolo biz oson qilib berdi ekan. Xo'sh bo'ldinglarmi? Xo'sh bo'ldinglarmi? O'qiganinglardan? Yaxshi, maşallah. Yani ilm talab qilish yo'lida mangan kishiga shu Alloh taolo jannatning yo'lini osonlashtirib berdi ekan. Jannat kirmagimizcha oson bo'ldi ekan. Ilm o'rganishdan hayotni o'tkazgan kishiningki. Yaxshi. Qaranglar. Beshinchisi Alloh taolo ilm ahlini dunyo va oxiratda martabali qildi deydi. Alloh taolo dunyo va oxiratda martabali qildi. Ma oyatni qaysini olib baqsizlar? Mujodila surasining 1-oyatini. Men o'qiymalim. O'qima. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah sizlerden iman etkenler ve ilim bilgenlerini bir kanca derece yukarı götürdü. Yaxshi, maşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Yarfa'illahü'llezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat." Qarang, Allah Teala sizlardan iman etgan kishilarni ve ilim bergan kishilarni, utul ilme ilim ehlillarini darajalar jihatdan ko'tardi deydi. Darajalar jihatdan ko'tardi. Yani biz iman etsaq ve ilim öğrensek bizniki dünya ahiretlik derecemiz kötürüldü ekan. Endi dunyoda mesela dunyodan qarab baqayli, ilim ehlillarini biz qanchalik hurmatlaymiz. Shundami? Ilim ehlillarini shunchalik hurmat qilamiz. Yani ularni har vaqt o'ltiga vaqtimichu ilim ehlillarini to'gish qilib o'ltag'izmiz. Shundami? İlim ehillerininki ilim ehilleri bir narsa deyotsa biz onun qarshi gaplarni qilmaymiz. Bu odam bilib, ilim ehli bo'lg'achqa bilib deyotidu deymiz. Endi-chi bu ilim ehli bo'lgan kishilarni Alloh taolo ajoyib aziz qiladi. Yani bu dunyolik darajalarini biz ko'z oldimizda ko'rib turyapmiz. Bilimli kishilarning qanchalik o'rnining yuqori ekanligini, shundami? Noyatib esil xizmat, yaxshi xizmatlarni qiladi. Kishilarninki hurmatga sazovor bo'ladi. Bularni aytdimi? Darajada yuqori dunyoda yashaydi. Oxiratchi qiyomat kunisimi Alloh taolo bu ilm ahlining darajasini noyatib yuqori qiladi. Undaq 6-si farishtalar ilm o'quvchining ishidan rozi bo'lib, qanotlarini yeyib birdi deydi. Ya'ni bir ilm o'quvchininki ilm o'quvchilar bayada farishtalar qanday qildi ekan? Qanotlarini yeyib turdi ekan. Hemmimiz hozircha farishtalarning qanotlarining ostida noyatimi xotirjam holatda dars o'qiymiz. Noyatimi huzur bilan dars o'qiymiz. Shundami? Qarang, nima degan baxt bu? Nima degan baxt? Biz ilm o'qisak, farishtalar qanotlarini yeyib bizning qishimizni tutsa, nima degan bir baxt? His qilyapsizlarmi? Yaxshi, maşallah. 7-si osmon va zamin ahli ilm o'rgatuvchilarga xayrlik bilan duo qiladi deydi. Qaranglar, osmon, zamin ahli ilm o'rgatuvchilarga xayrlik bilan duo qiladi deydi. Yine Rasulullah'ninki hadislardan keltirib baqaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: Olimning obiddan ortiqchiligi mening eng tuvan kishinglardan ortiq bo'lganimga o'xshaydi. Allah ve Allah'ның farishtalari, osmon, zamin ahli, hatta o'z o'zidagi cho'mila va beliqlarmi ilm o'rgatuvchilarga rahmat va salom yo'llaydi deydi. Qaranglar, ilm o'rgatuvchilarga farishtalar, osmon, zamin ahli. Osmon, zamin ahli nima? Dengizlar, tog'lar, tuproqlar, dal-daraxtlar hammasi osmon, zamin ahli shu. Hattoki o'z o'zidagi cho'milalar, ko'rib baqinglar, cho'milalar ve dengizin içindeki beliqlar hammasi ilim o'rgatuvchilarga rahmat ve salom yo'llaydi deydi. Nima degan fazilat bu? Nima degan fazilat?
bütün hamma narsa bizga duo qilib tursa, salom berib tursa, biz baxtlikmi yoki o'rganmagan odam baxtlikmi? Ya'ni ilm ehlilari noyitim baxtli ekan qaranglar. Farishtalar salom yo'llaydi ekan, osmon zimindagi barliq narsalar, bu yerdan tog'lar, toshlar, dal-daraxtlar, sular, hamma narsa salom yo'llaydi ekan. Hattoki cho'mili baliqlardan tortib, ilm o'rgatuvchilarga, ilm o'rganuvchilarga uchun xayrliklarni duo qilib, salom yo'llaydi ekan. Salom yo'llaydi ekan. Rahmat va salom yo'llaydi deydi. Bularning hammasi ilmninki fazilatlari. Bularning hammasi ilmning fazilatlari. İlimning noyitim fazilat ekanligini bildik. Endi biz nimani o'rganamiz? Qanday ilmdan o'rganamiz degan savolga kelaylik. Birinchi bo'lib biz tavhid ilmini o'rganamiz. Ya'ni Allohni tunish ilmini o'rganamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda Muhammad surasining 19-oyatida fa'lam annahu la ilaha illalloh deydi. Bilginki Allohdan boshqa hech ma'bud bar haq yo'qdir. Ya'ni la ilaha illallohning nimaligini o'rgangin deb Alloh taolo bizga buyruq qiladi. Fa'lan degan bilgan deb bizga Allohning qilgan buyruqi. Nimani bilgan deydi? La ilaha illallohni bilgan deydi. La ilaha illalloh bu tavhid kalimasi. Buning ichidagi nurg'un mazmunlar, nurg'un narsa yoshirilgan bu kalimaning ichiga. Mo'shaning hammasini o'rgangin deb Alloh taolo bizga Qur'on Karimda buyruq qilyapti. Ya'ni bu tavhidni o'rganish bu Allohning buyruqi. Tavhid ilmi qaranglar, insonni haqiqiy inson qilg'ini mush tavhid ilmi. Yani insonga qul bo'lishdan Alloh taolo qul bo'lishga chaqirdi. Yani tavhid bilan inson qul bo'lmaydi, balki qul bo'ldi faqat Alloh qul bo'ladi. Bu tavhid bilan inson dunyo va oxiratda baxtga erishadi. Bu ilmni o'rganish uchun birinchi bo'lib bizga farz qilingan ilmlar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davridimi sahabeler deydi biz Kur'an o'rganishdan burun iman o'rganatdik, tavhid o'rganatdik deydi. Avval tavhid, ondan keyin Qur'on deydi. Qaranglar. Endi nima o'rganamiz? Sana Qur'on Karimni o'rganamiz. Qur'on Karim bizning musulmonlarningki dasturiy qonuni. Biz bu Qur'on Karimni to'g'ri o'qishni, to'g'ri o'lchamli o'qishni o'rganishimiz kerak. Undan boshqa Qur'on Karimni yodlashimiz kerak. Qur'on Karimningki ma'nolarini bilishimiz kerak. Bularni bizning o'rganishimiz tegishli. Ikkinchi ilm nima? Qur'on Karim ilmi. Qur'on Karim ilmi. Üçüncü ilim Peygamberimizin sünnetlari. Peygamberimizin sünnetlari. Yani biz Peygamberimizin sünnetlerini öğrenip şu boyunca Peygamberimiz mangan yolda mengişimiz gerek. Bu bizim öğreniştiğimiz olan üçüncü mühim ilmimiz. Dördüncüsü dünyada Müslümanlar için menfaat etkileyiş maqsadida fenni ilimden öğrenişimiz gerek. Bu fenni ilimden öğrenişimiz nima uchun bo'lishi kerak? Musulmonlar uchun manfaat yetkazman degan maqsadda bo'lishi kerak. Musulmonlar uchun manfaat yetkazman degan maqsadda fanniy ilmlarni o'rganishimiz kerak. Ya'ni bu fanniy ilmlarni shu maqsad o'rgansak-chi, Allohga ibodat qilgan bo'lamiz. Allohga ibodat qilgan bo'lamiz, Allohning roziligiga erishamiz. Agarda bu fanniy ilmni men shu maktabda o'qib, bir yaxshi bir xizmatni topay, bu xizmat bilan pul tepib turmushimni qamday degan maqsad bilan o'qisak-chi, biz iborat qilgan bo'lmaymiz. Biz ondan foydalanmaymiz. Bizning bunga o'rganish maqsadimiz meni shu Allohning roziligi uchun, musulmonlarning manfaati uchun deb o'qisak-chi, biz haqiqiy Allohning oldidagi bo'lamiz, Allohning roziligiga erisha olamiz. Endi bu bilimlarni o'rganishdan keyin maqsadga kelaylik. Hergizmi Alloh taolo dunyo oxiratda martabamni yuqori qiladi ekan, boshqalarning oldida meni hurmat qildi ekan degan nim bilan maqsadlarni o'qib qolsak qat'iy bo'lmaydi. Maqsadimiz nima uchun bo'lishi kerak? Faqat Alloh roziligi uchun bo'lishi kerak. Buni maskartib qo'yay. Endi ilmni qanday o'rganamiz? Ilmni qanday o'rganamiz? Ya'ni ilmni o'rganish noyitim fazilatli bir ishga qanday o'rganamiz endi degan savolning javobiga kelaylik. Eng avval niyatimizni to'g'rilashimiz kerak. Abiyatni degandek, ilmni o'rganishga niyatimiz faqat Alloh roziligi uchun bo'lishi kerak. Alloh roziligi uchun bo'lishi kerak. Niyat to'g'ri bo'lmasa, uningki nima savobi bo'lamdi bo'lmaydi. Balkim jazosi bo'lishi mumkin. Niyatimiz to'g'ri bo'lmay qolsa. Ya'ni Alloh roziligi uchun ilm bilish bizni dunyo oxiratda baxtga erishtiradi. Dunyo oxiratda bir
mertebemiz yuqori bo'lsin, hurmatli bir inson bo'lay, boshqalar meni olimkan desin. Boshqalar meni hurmat qilsin deb o'rgansakchi, boshqalar meni qori ekan desin deb qorayatsak-chi, qana bo'ladi? Allohning g'azabiga uchrashimiz mumkin. Ya'ni Alloh bizga hech qanday savob bermaydi. Bundan Alloh taolo bizga hech qanday savob bermaydi. Majburlashdan o'rgansak bo'lamdi, bo'lmaydi. Ota-onamizdan, o'qituvchimizdan majburlashdan o'rgansakmi, yana savobga erishamaymiz. Allah menga farz qilibdi. Allah shuni o'rgansa mendan rozi bo'ldi ekan deb o'rgangan vaqtimizda onanikin savobga erishalaymiz. Tushundinglarmi? Ya'ni o'rganishimizda eng avval niyatimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Niyatimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Ondan keyin bizda bu ilm o'rganish uchun bo'lgan ketadigan tirishchanlik va sabr bo'lishi kerak. Ilm hargizmi osonlikcha qo'lga kelib qolmaydi. Ilm o'rganish oson ish emas. Bizning zo'r tirishchanligimizga ne talab qiladi. Tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak, sabrchan bo'lishimiz kerak. Hargizmi ilm o'rin layg'izlar kelmaydi. O'rinlik qilsak, "Voyjon, qancha o'rganib qo'limna buni" desakchi, ilm bizdan qochadi. Hargiz ilmimiz kelmaydi. Belki biz ilimni xo'shallik bilan, Alloh roziligi uchun, o'zimizning tirishchanlik bilan, butun vujudimiz bilan astoydil o'rgangan vaqtimiz uchun ilm bizga anandagi manfaat qiladi. Chuqur bizda tirishchanlik bo'lish kerak. Endi bu ilm elish yo'lida mushu musulmon bo'lmagan kishilar qarab boqayli. Masalan, yaponlar qarab boqinglar, xitoylar qarab boqinglar, qancha tirishib qo'ydi. Ajoyib tirishchan bolalar uchun atgandan kechgacha hech maktabda o'qiydigan bolalarning ishi faqat o'qish. Shunchalik tirishchan. Ammo biz ilm elishga buyurilgan biz aziz musulmonlar qanday bo'lyapmiz? Biz zo'rlik qilib qo'yapmiz. Biz bo'shanlik qilib qo'yapmiz. Shuning bilan bizcha keyinni qo'yapmiz. Ular masalan musulmon emas kishilar bir has tirishgan bo'lsa, biz undan bekroq tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Chunki bizning hozirgi o'rnimizni yuqori ko'tarish uchun nima kerak bizga? Ilm kerak. Bizning tirishchiligimiz bo'lmasa, sabrimiz bo'lmasa, bu ilm bizga kelmaydi. Bu ilm kelmasi uchun bizning hozirgi o'rnimiz tamaman to'van darajaga tushib ketishi mumkin. O'zimizningki haqiqiy Alloh belgilab bergan xalifalik o'rnini topa olamizmi, topolmaymiz. Shuning uchun qanday qilamiz? Har vaqt tirishchan bo'lamiz, sabrchan bo'lamiz. Bugungi o'rgangan darsimizni uchun ertaga qo'ymaymiz. O'qituvchilarimizni, ota-onalarimizni qaqsh deb ularni so'latmaymiz. O'zligimizdan o'rgangan bir holat shakllantirmasak-chi, ilm bizga kelmaydi. Bildinglarmi? Yana bu to'g'riliq balkim sahobalarningki, olim sahobalarningki hayotlaridan keyin so'zlashimiz mumkin. O'sha yerda tag'imi yaxshi ulg'alarni ko'ra olasizlar inshaalloh. Darsimizga vaqtim berib qolibdi. Dars gapimni qisqa qilay. Endi qaranglar, ilm o'rganishimiz uchun yana bizga zo'r bo'lgan narsa taqvolik. Taqvolik degan nima degan gap? Allohdan qo'rqish degan gap. Taqvolik degan Allohdan qo'rqish, Allohning buyruqlariga bo'ysunish, Allohning to'sqinlaridan yenish degan gap. Biz shunday taqvodor bo'lsak, Alloh taolo bizning ilmimizni tag'in ziyoda qiladi ekan. Bunun dalilini ben sizlarga dalil bo'lgan Baqara surasining 282 oyatini. Qaysini o'qib baqisizlar? Ben Abdülveli Abdülveli o'qingma. Vettakullaha ve yu'minkum vallahu bikulli şeyin alim. Allah'ın emir ve nehyisiga muhalifetçilik kılıçtan saklanırlar. Allah sizlerge öğütüdür. Yani sizlerge iktidar dünyanın faydalı bolgan ilimni bildi. Allah hem de nefsini bilgicidir. Yaxshi, maşallah. Maşallah. Qaranglar, Allah taolo nima deydi? Vattaqullah, ya'ni taqvodor bo'linglar, Allohdan qo'rqinglar. Va yuallimukumulloh deydi. Allah sizlarga o'rgatib qo'ydi deydi. Allohdan qo'rqinglar, Allah sizlarga o'rgatib qo'ydi deydi. Ya'ni bu Allohning o'rgatib qo'yishining sharti nimaki? Bizning taqvodor bo'lishimizga. Biz taqvodor bo'lsak, Alloh bizga o'rgatib qo'ydi ekan. Ya'ni bizga ikkala dunyoda foydali bo'lgan ilmni bizga berdi ekan. Agarda Alloh taolo bizga bu ilmni bermasa, Alloh taolo bizga bu ilmni bermasa, biz o'rganamizmi, o'rganolmaymiz. Alloh qanday kishilarga ilm berdi ekan? Taqvodor kishilarga, Allohdan qo'rqqan, Allohning buyrug'iga bo'ysunib, chekilganliklardan yonadigan, bunday taqvodor kishilarga Alloh taolo ilm berdi ekan. Ilm o'rganishni osonlashtirib berdi ekan. Ya'ni ikkala dunyoda foydali bo'lgan ilmni berdi deydi.
Bu Allah'ın sözü bu qaranglar. Allah'ın sözü. Bu ayetni herkes addiy tushunib qolmanglar. Yani biz taqvolik bo'lgan taqvolik bilan o'rgangan ilmni-chu Alloh taolo ajoyib manfaat qiladi. Ajoyib manfaat qiladi. Qaytiriq masalan, qaytiriqni bir dars o'rganib beqinglar, hech kimning zo'lisiz. Hech kim sizlarga zo'limidi. Bugun masalan bir 2 kunlik bir imtihonlar bo'lsa, sizlar haqiqiy tirishchilik bilan o'rganib beqinglar. Hech kimga so'zlatmay, bir ko'ngil qo'yib Alloh roziligi uchun ash dars o'rganib beqinglar, ajoyib yaxshi o'rganalaysizlar. Acayip yaxshi o'rganalaysizlar. Ondan keyin oshki darsgacha oxirigacha Alloh taolo barakat berib etib, shu darsni shunday yaxshi o'rgangan sinfning oldin qatoridagi kishilardan bo'lasizlar. Ya'ni biz nimaga ixlos qilsak, ya'ni ixlos qilsak Alloh taolo bizga shuni beradi. Ya'ni biz taqvodor bo'lsak, Allohning amriga bo'ysunsak-chu, Alloh bizning ilm berish, Alloh bizning ilm o'rganishimizni texim osonlashtirib beradi. Alloh qalbimizni texim echiyotadi. Shunda o'rganligimiz oson bo'ladi. Yani bu Allah sizlarga o'rgatadi degan gapni to'g'ri tushuninglar. Allah sizlarga o'rgatib qo'ydi desa, bir kecha uxlab tushinglarda o'rgatib qo'ydi degan gap emas bu. Onimni qopsam o'rganib qolgan o'xshayman deb o'rganib qolsam, tushunib qolsam olmaydi. Yani bu sizlarga Alloh taolo mushu ilmga berishniki yo'llarini sizlarga beradi. Yani ilm nima-chu Alloh taolo buyurgan kishi, xohlagan kishi o'rganalaydi. Hamma kishi ilm o'rganaman deb turib, hamma kishi ilm o'rganish fursatiga erisholmaydi. Bu fursatni Allah bermese, yani Allah bizga bundan o'qing deydigan fursatni bizga bermesichu, biz o'qiyamaymiz. Allah bizga bunday taqvodor bo'lsak, o'qiydigan fursatlarni beradi, o'qiydigan sharoitlarni yaratib beradi. Hamma narsamiz o'qish uchun hamma narsamiz tal bo'ladi, xotirjam turmushimiz bo'ladi. Ondan keyin Alloh taoloning izni bilan ishkir dunyoda foydali bo'lgan ilmga erishalaymiz. Bundan darsimizniki oxiriga kelib qoldik. Yana men sizlarga oxirida sizlarga bir duo o'tib qo'yaman. Alloh payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning Allohdan manfaatli ilm talab qilib qolgan duosi. Bu duoni o'rganib olinglar. Qaysilar o'qib baqsil duoni? Mana o'qipasam bo'ldi, men musliman. Muslima o'qib. Allohumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا معلمة بايا نسيج يدغوق بريما أما أقل يدغوق بريما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معلم من بدان بلد Vay maşallah. Maşallah. Hem ne Allah gülü Allah hem ne yadlı Allah ma duanı ha. Bu duanı kübrek sallallahu Allah Teala bizge menfaat ilim berdi. Eneço pak rızıklarını berdi ve kabul kılıngan bizning yaxshi amallarni berdi. Yaxshi. Uyg'ursini qasalın faqsizlar? Muallim Uyg'urchasini men o'qiyolmayman. Ha, o'qib berma. Ey Allah, men sendin manfaatlik ilm, pak rizqi ve kabul qilinadigan amal so'rayman. Maşallah, maşallah. Arabcha bir qatam o'qib berayman sizlarga. Allohumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tezroq o'qib beray. Allohumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Unda biz bugun darsimizni oxirlashdi. Mana biz nimani o'rganamiz degan masalani to'g'ri tushundinglarmi bolalar? Nimani o'rganganmiz? Avval tavhid ilmini o'rganganmiz, ondan keyin Qur'on ilmini o'rganganmiz, ondan keyin sunnatni o'rganganmiz, ondan keyin musulmonlar manfaati bo'lgan fanniy ilmlarni o'rganganmiz. Mushlar bizning o'rganishimizga tegishli bo'lgan ilmlar. Endi ba'zi olimlar, ba'zi ustozlar iqro degan so'zni har xil tafsirlaganini angladim men. Alloh taolo o'qing dedi, ammo nimani o'qishimizni demadi. Shuning uchun biz butun ilmlarning hammani o'qishimiz kerak deb mundaq tushunganlarni anglab qoldim. Bunun kelganchalar diqqat qilishimiz kerak. Ya'ni biz uchun manfaatli narsani o'rganishimiz kerak. Masalan, bir kitob o'qigan chog'damizcha bu kitobni o'qisam men manfaat qilamdi, qilmamdi deb avval manfaatini o'ylab, andan keyin o'qishimiz kerak. Ba'zi kitoblar bor bizga manfaat qilmaydigan, balki ziyon yetkazadigan kitoblar bor.
Masalan, ba'zi aqida kitoblari bor, bizga aqidamizni burmalavatadigan, xatolashtiradigan kitoblar bor. Ya'ni kitobning hammasi bizga foydaliqmi, foydali emas. Kitobni tanlab turib o'qishimiz kerak. Ilmni tanlab turib, manfaat emasmi deb turib o'rganishimiz kerak. Bildinglarmi? Oilim, ben bir yaşamda mesela bazen Müslüman bo'lmagan adamlarning yozgan kitoblari bor. Ha, to'g'ri. Müslüman bo'lmagan odamlar yozgan kitoblar bor, burumlayotgan kitoblar bor. Shunashqa har qanday narsa ilmni o'rganishdan burunchi cho'qim manfaat to'g'ri ilmni o'rganishga tirishimiz kerak. Yaxshi, unda o'z darsimiz bugun mishada oxirlashdi. Tushunganinglar bo'lsa so'ranglar. Tushunganinglar bormi? Ha? O'yin o'ynamsizlarmi?